Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Mox Minecraft. Bugun videoga like bosib qo'yinglar, obuna bo'linglar. Menimcha bugun eng zo'r kunim bo'ladi. Qani ketdik. Bu kim uyi? O'zi bu uyga kirsa bo'ladimi? Mana buni qaranglar do'stlar. Bu uyma qaydan kelgan bu uy? Kimning uyi bu? Yo meri uyimikan? Yo meri uyi boru ana. Kimni uyi buni so'rab ko'rish kerak egasidan. Qani do'stlar egasidan so'rab ko'ramiz. Ey, sen kimsan? Men o'tgan videodagi millionerman, ahmoq. Ya, seni esladim. Do'stlar, bu videoni ham ko'rib olishlaring mumkin. Juda qiziqarli video. Nima bo'ldi endi? Boyib ketdim. Qanday boyib ketasan axir? Men senga bunker sotgandim-ku axir. Do'stlar, menga bu 100 ming dollarga bunker sotgan. Qayerga? Voy, senga nima? Mana nima? Bu mening masalam. Mayli do'stlar. Nega bu birdan boyib ketdi? Nima bo'lyapti? Hozir kelaman. Bassenga tashlab chiqay. Mazza, ishtonim yonib ketay deyatuvdi. Ancha mazza qilyapman. Do'stlar, qanaqasiga bu shuncha kuchayib ketdi? Mayli, bir gap bo'lar. O'zi bo'yini kreditga olgansan, to'g'rimi? Yo'q, naqd pulga oldim. Buni ham naqd pulga olibdi. Hech bo'lmasa u narigi qishloqdagi uyimni sotdim-da. Yo'q, turibdi. Senga bermayman. Yo'q, kerak emas. O'zi nimaga olding bu uyni? Nimaga meni qo'shnim bo'lasan? Senga nima? Sandig'ingni ko'raveraymi? Faqat eshittirsaga tegma. Uncha katta narsalar ko'ryapsan, bular kameralar. Ko'ryapman. Qani, nima edi? Voy do'stlar. Bu narsalarni qaranglar, voy, bo'pti, men ketyapman. Bo'pti. To'xtachi, o'zi nima bu? Original emas u bloklar? Yo'q, original Italiyadan kelgan. Voy, yonib ketyapti ishtonim. Voy. Ancha mazza Italiyadan deydi. Italiya qayda-yu? O'zbekiston qayda? Voy. Do'stlar, buni ko'ringlar. Tomin qiyshiq-ku. Yo'q, bu shunaqa moda. Qiyshiq ekan, bo'lmaydi u. Meni firmamni oldida turishini qaranglar. Bu uyda do'stlar qancha puli bor bu o'zini bu. Aynaklaring qara, dog'lari bor-ku. Qanaqa bot aynaklar? Yo'q, bu aynaklar Misrdan kelgan, Arabistondan kelgan. Yo'q, do'stlar, bular nima qilib tashadi bu odam? Buni albatta tagiga aytaman. Qaydan topdik shuncha pulni? Senga bunker sotdim deyapman-ku. Menga bunker sotgandi. Lekin boshqa qishloqlarga ham sotdingmi? Biznes qildim. Do'stlar, u qanaqasiga shunaqa kuchayib ketdi? Kuyapti. Bo'ldi, yaxshi, basseyn ham qurib qo'yibsan. Arzimaydi. Arzimaydi ishim. Uyimni qaranglar, buni uyini qaranglar. Uyimni qaranglar, buni uyini qaranglar. Do'stlar, to'xtanglar do'stlar. Olmos qaydan kelgan ekan, shuni so'raychi. Olmasing qaydan kelgan? Senga nima? Ishqa olmadingmi? Yo'q, olmadim. Bo'pti, ketyapman. Do'stlar, mana yomg'ir ham yog'ib, meni ko'z yoshlarimga o'zab. Lekin rahmat, ishtonim yonyapti, endi yo'lda biraloq bo'kitib yuraman, endi u kuyib ketyapti. Magazinga olib boraychi. Voy, mamma olmosni ko'rchi, qancha bu? Mana solib qo'ydim. Hozir ko'raman. Sen uyga borib kelaver. Mayli. To'xta, buni bildim nimaligini. Birpasda bildi. U kuchayib ketibdi bu ham. Kira olmayapman, sig'dirmayapsanmi? Bu olmosimiz dunyodagi top 1 olmos bo'ladi. Buni men hozircha 100 milliard dollarga olib qolaman. Nima? 100 milliard dollar? Sotmayman buni.
Ey, 100 milliard dollar. Do'stlar, tasavvur qilib qo'yinglar, bitta olmos 100 milliard dollar bo'lsa, buni olmos bloklardan uy qurgan, emeraldda uy qurgan. Qanaqasiga quradi bu o'zi? Buni tagiga yetish kerak. Do'stlar, menda bir g'oya bor. Buni hozir kirib olib chiqaman-da uyini o'g'irlayman. Undan oldin like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar, chunki katta o'g'irlik bo'ladi. Yana merdan gap eshitib qamoqxonaga kirmasam bo'ldi. Buni sekinlik bilan bajaramiz. Davay do'stlar. Xo'sh, birinchi bo'lib eshitib bekitib olamiz do'stlar. Menga kirka kerak bo'ladi va bitta shunaqa maska. Qani kiyamiz. Endi meni kimligimni hech kim bilmaydi. Maskamga 0 dan 1 gacha baho beringlar do'stlar. Qalay? Shunday qilib buni biz sekin o'maramiz. Lekin kech tushishini kutsam-ekan. Yo'q, ish kech bo'lishini ham kutmaymiz. O'zicha qolchigan o'zi. Kechki payt bo'pti. Sekin. Do'stlar, videoga like bosib qo'yinglar. Hozir. Nima bo'lyapti? Soqchilar. Ha, do'stlar, men yana shu yerga qaytib keldim. Qanaqasiga qaytib keldim o'zi? Meni bilib qolishdi. Mana bu maska original emas ekan. Meni $1000 deb aldab ketishibdi o'sha qishloqqa. Mayli, endi birinchi qism tugadi. Ikkinchi qism chiqish uchun like bosib qo'yinglar, iltimos. Bo'pti do'stlar, mana bu qishloqqa ham orqamda turibdi. Nimaga turibdi bilmadim. Videoga like bosib qo'yinglar, shunga ikkinchi qism chiqadi va millionerdan bunker oldim degan videoni ham ko'rishni unutmanglar. Uni ham ko'ringlar, yaxshi video. Davay, bo'pti do'stlar, like do'stlar, ikkinchi qism chiqish uchun bu videoga nechta like desam ekan? Mayli 10 ta likedan ko'p yoki 30-40 bilmadim. 10 ta likedan ko'p bo'lsa ikkinchi video poq etib chiqadi do'stlar. Va qo'y qochib tur, voy. Videoni buzding. Mayli do'stlar, like bosib qo'ying, obuna bosib qo'ying, ketdi.